Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun 26 avgust chorshanba. Chorsu bozorlarimiz. Tanishtiramiz. Shunday chiroyli atirgullar bor ekan. Aka, bu atirgullar narxi qancha ekan? Aka, assalomu alaykum. 11 ming. Yashik qancha bu? Yashikka. Yashikka 10 ming. Bular yashikka 10 mingdan ekan. Bu shamshotlar qancha ekan? Bular aka yash bo'lsa 8 ming. Yashikka 8 mingdan ekan bular. Shamshotlar. Bu yoqda chiroyli lavandalar bor ekan. Gullashga yaqin qo'yib qo'ygan. Gullashga yaqin qo'ygan. Xrizantema globuslar. Qarab ko'payadiganmi shunda? Mana shu o'zi mashina bo'lib turadi. Bu yoqda indiyskiy sirenlar bor ekan. Berasiz, ikkita olib keta qoling. Ikkita yanada qurilib turadi. Sirenlar qancha ekan aka? Sirenlar qancha ekan? 70 ming. Dalada o'sadigan. Tuvakda, tayyor 70 ming. Xrizantemalar shuni taqirda tayyor ekilgan. Yo'q, bulgariyalar. Mening yaxshi yoqtirgan gulim lavanda. O'sha yerda ham kelib turibdi. Bu lavandalar qancha ekan aka? Lavandalar 35 mingdan lavandalar. Bu Nech pul? 35 ming ekan. Bu ana pakana sorti aka, bu katta bo'lib ketmaydi. kelishib beramiz, nechta? Ma'lumchi, bu yerchi. Bu fransuzski, bu italyanski-ku. İtalyanski. Bu mana globuslar qancha ekan aka? Globus aka 40 ming aka. 40 Agar mingdan. optim olsangiz 35 ming. Optimga 35 mingdan ekan bular. Mana ko'proq olsa kelishtirib beraver ekan. Tak. Bu qancha ekan bu? 30 ming. Bu optimga 30 mingdan. Lavandalar. Buni ham bo'yi katta bo'lmaydi aka? Buni ham bo'yi katta bo'lmaydi, katta bo'lib ketadimi bu? Yo'q, katta bo'lmaydi. Hidi uzoqdan bilinib turadi. Buni nomi nima edi aka? Razmarin. Razmarin. Ha, shuni chiqibdi-chi. Bu qancha ekan razmarin? 25. 25 mingdan. Ham shunday haqida bo'ladi. Bu yoqda paprniklar. Jasmin bor ekan. Ha, to'lib turibdi paprnik. Bu paprnik qancha ekan aka? 20 ming so'm paprnik. Kameliyalar qancha ekan aka? Kamera 200 ming. Kameliya 200 mingdan. Bo'yi 1 metr bor. Buni ham optimga kelishtirib berar ekanlar. Kelaverasizlar shu yerga. YouTube qo'yapman aka. Kim bo'lsa o'zlar topib kelaveradi. Mayli aka, rahmat. Qachon? Nima deysiz? Meni olmasangiz bo'lmaydi. Ha. Mayli. Charchamang. Ichkarilar ko'ramiz. Lavandalar. Bayramku. Mana shunday chiroyli gullar bor ekan. Bug'veliyalar, mikrofonlar. Ajoyib kreator. Bug'veliyalar. Xrizantema globus. Mana lavanda. Assalomu alaykum. Alaykum Magere assalom. Santalina kerakmi, Kibris kerakmi? Qancha? Qanday kerak aka? Yo'q, YouTube qo'yapman-da. Bular qancha ekan bular? Qancha bu? 30 ming so'm aka. Shu paqirda 30 ming so'm ekan. Ana fransuzskimi? Ha, aka. Fransuzski lavanda. Nechta kerak? Nechta kerak ekan? Hey, YouTube qo'yayotgan. Ha, Kerak odam o'zi olib ketadi. 50 ta olishdi. Kuz. Bak, Fladendron qancha ekan? Assalomu alaykum. 60 mingdan. 60 ming. Ikkita qop bor.
ikkisi dori olib keldim. Jasminlar qancha ekan? Jasmin 25 ming Aka, beraman. To'xta Jasmin qoling. bu jannat guli deyiladi. Muattar hidi bo'ladi buni. YouTube qilayotgandim-da. Xola. Ha? YouTube qilyapman-da. Ha, ha. Mana bunday chiroyli. Gulin chiroyli qarang bu geranni. Bu geranlar qancha ekan? Geran 25 ming beraman. 25 ming. Mingdan sotdik. Mingga sotilgan ekan 25 ming. Bu begonalar qancha ekan? 35 ming. Bitta 35 mingdan. Buni nomi nima ekan? Mana buni. Sinduni. Bu 35 ming, 30 ming beraman. 5 ming shunaqa haligi neobычный deydi. Shunaqa gul agar kimga kerak bo'lsa, marhamat. Bu tol Aliatorlar bor mana, oqi bor, qizili bor, Bular- fikslar bor, benjaminlar bor. bular qancha ekan? Shunaqa. 50 mingdan 50 ming. Oq qancha ekan? Oqqa qimmat yursa kerak a uni. Bir xilmi? Narxi bir xil. Bu peperomiyalar qancha ekan? 30 mingdan beraman. 30 mingga. Peperomiyani bargi qattiq bo'ladi rosa. 30 mingdan ekan. 30 ming. Kraton. Shu kraton mana qanaqa qilib ketadi? Imperator nomi. Bu kratonlar qancha ekan? Bu kratonlar. Qancha deysiz? Egasi yo'q. Ha, ha, ha. Yo, YouTube'ga olib yuribman. Xola. Yo'q, YouTube'ga olib yuribman, xola. Ha, bu gartenziyalar qancha ekan? Sizdanmi? Juda ham chiroyli ekan. Mana shunaqangi sorti 250 ming. Gartenziya. Bu hammasi narxi bir xil 200 ming, 250 mingdanmi xola? Bu Defenbach'ga qancha ekan, opchi? 50 ming? 25 ming? 25 ming. Bariga mana shunaqangi sort ekan. Shunday kelgan 25 ming. Mana. Shunday 25 mingda. Mana ajoyib pul ekan. Buni nomi nima ekan? Bilmayman. Bu qancha ekan? 20 ming. Mana. Boshqacha ekan bu. Bu ayol vaqti qancha ekan bu? Bir xil 20 ming. 20 ming. Mana. Talik 20 ming. Bu qancha ekan mana? Buni nomi nima? 25 ming. Buni nomi nima? Halakazaya? Mana shunday. Yashil boyak Halakazaya. 25 ming ekan. Arzon. Ko'rasizlar. Yani zo'r turadi. Ichiga tushib qo'yanga o'xshab qoldi. Keyin toshlayveradi-da. Hali go'ng soladi. Tosh solib go'ng sovuradi. Ha, shu bu anaqa. Buni o'zini tuprog'i bilan tubagisi to'lmaydi-yu. Tegazgina go'ng sovuradi. Buni yana bitta ichida anosi bormi? Yo o'ziga keladimi? Ekanda buni ichida anaqa Qorasi bo'lishi. Buni tag teshikmi aka buni? yo'q. Teshasiz ekanda buni. Nima qilsa qilib oladi. Ha, teshib, tosh tashab, to'g'rilasa bo'ladi. Tosh tashab. Sizga nima kerak? Gullar kerakmi? YouTube'ga olib yuribman. YouTube'ga olib yuribman. Bu mana begoniyalar qancha ekan? 30 ming. 30 ming. Subhanalloh. Bargi chiroyli qarang. 25 ming ayol bor. Mana mana ham chiroyli. 30 mingdan Korolevskiy begoniya baylar katta bo'ladi. Beraymi shundan keling? Bunisini bargi. Ikkita skroza qancha ekan? 30 ming. 30 ming. Nima endi klient chaqiradimi, YouTube'ga chiqadi.
Keling chaqiradi-da. Sizlarga foyda-ku. Sizlar keling chaqiradi, kerak odam topib kelasizlar. Bularni chetligicha. Bu kameliya qancha ekan? Obcha kameliya. 150 ming. Mana shu 150 ming. Bir metrligini 150 ming solsak totdi. Kelinglar. Yarim metr ham chiqmaydi. Bu qancha ekan? 100 ming. 100 ming. Buni nomi nima edi bu? Nomini bilmadim. Sindaptus, ha? Shunaqami? Sindaptusmi shunaqa deyiladi buni. Ha. Bu qanchadan ekan? 250 ming. Archa 4 komnatniy. 250 ming. Archada shunda? 250 ming. Archa. Bu mana zamyevkis qancha ekan? 500 ming. O'zim dahshat katta ekanda lekin. Kichkinasi ham bor. Bu kaktuslar qancha ekan bu? Ajoyib kaktus ekan. Hali bu kaktus qancha ekan? Bu 100 ming. 100 ming ekan kaktus. Ajoyib kaktus ekan. Sansevieriyani ajoyib turi. Shu turi menga yoqadi. Bu mana Sanseveriya qancha ekan? 70 ming. Chiroyli. Bargini qaranglar buni. Mana alakazay qancha? Alakazayamidi bu? 90 ming ekan bu, 90 ming. Buni hammasini narxi har xil bo'lsa kerak. Xola kliveyalar qancha ekan? Mana kliveya. Bitta qoldi 80 ming. 80 ming. Kliveya ko'rsatib qo'yay sizlarga. Kliveyani mana bu kliveya mana. Oh, ikkitalik, uchtalik ekan. 3 ta bor ekan. 80 ming. 3 tane ekan. Mana bunda anti yurumlar bor ekan. Bular anti yurumda. Boshqachasi ekan. Bu qancha ekan xola mana bu? 80 ming. Ko'rsam ko'p. 3 ta bo'lsa kerak. Xoy. Ayol baxti. Oho. Suvchi to'lami deyman. Mana. Kattagina, to'yi ham chiroyli ekan. Xola, mana ayol baxtilar qancha ekan? 130 ming so'm. Bu shefler ham sizdanmi xola? 300 ming. Juda chiroyli bu sizda. Davom etamiz. Bu kimdan ekan sizdan? Bu akalar nima? Diamondmidi? Red. Ha. Bular qancha ekan aka? 120 ming. Mana buni ajoyib qilib qo'yibdi. Mashalloh. Mana shuni chiroyli qo'yibdi. Haqiqiy manzara. Bu qancha ekan aka? 150 ming mana. Tasavvurlar. Qanday manzara? Mashalloh. Ajoyib chiqaribdi.
Jeszcze są tylko. Nie, to nie ma. Kratonlar so'raymiz. Kraton ham menga yoqadi. Menga ajoyib gul. Aka, bu kratonlar qancha ekan? 120 ming. Mana shu kraton 120 ming. Ya, yuqorilab ketaveradi. Galateya. Parvarish sal qiyinroq. Hamda yaxshi turadi. Aglanema gigant. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Gullar tanishtirib yuborasizmi usta? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat, Allohga shukr. Yutib boryapman-da. Ha, bilmadim. Gartenziyadan boshlaylik aka. Gartenziya okajon 500 ming. 500 ming. bilan taraman mana orqada keling. 500 mingdan tanlab olaveradi. Mana shunaqa gigant kattalarini ham mana 500 dan qilaman. Men bilasiz, даже men buni ham 500 ming katta ekan. Buni bitta idealini ko'rsatib Bu 1 metrdan oshiq ekan bu. 1 metrdan oshiq. Bu ekan, bu chiqib qoladi. Gartenziyani guli juda uzoq turadi. Mana shunday tuglaydi. Bu qishda sovurmaydi aka gartenziyani. Ishda qarang, bargini tashlaydi. Bargini tashlaydi, lekin sovurmaydi. Mana erta bahorda o'sha chiqib keladi. Yarim soya joyga ekish kerak ham buni. Polni soyga ekamiz. Polni soy. Ha. Quyosh qiynalib qoladi, bilingiz. Buni ham ikki xili bor-da. Ha, u quyosh turadigani bor, ikki soy. Ha, ya salqin o'siydigani bor. Bu soy salqin ekan. Shunga nisbatan shuning uchun gul chiroyli. Bu koritssalar koritsalarim buni optim narxda 300 ming narxda beraman. Optim narxda 300 ming so'm. Aynan sizni ismingiz bilan kelsalar. Meni ismim Otabek, bemalol shu yerga kelsalar kelishtirib beradi ekan. Iloji boricha o'sha YouTube kanalingiz bilan nom bilan kelsalar. Chorsuvdan to'g'ri kelishda, keyin tuvaklardan, tuvakchilardan o'tib Ali Gulchi kelaverasizlar o'sha yerga. Ismingiz nima dedingiz? Ali Gulchi. Ali Gulchi. Shu so'rab Men kelaverasizlar. kattalarim ham. Kattasi 400 ming beraman. 400 ming so'm. Stikaslarim bor. Sikas bormi? Bular qancha ekan? Bularni 500 sotaman, tak sizning nomingiz bilan kelganlarga arzon beraman. Arzon berar ekanlar. Kimga sikas qolmi kerak bo'lsa, Bitta gullarim ham bor. Ya, bu gardeniya bilasiz buni. Bu gardeniya bilan uxodida, bu qishda ham даже gullaydi, oq gullaydi bilasiz. Juda ham hidli bo'ladi. o'ta muattar bo'ladi. Ba'zi birlarga yoqishi mumkin, ba'zi birlarga yoqmasligi mumkin, lekin judalar hidli bo'ladi. Shunday. Menga rosa yoqadi bu gul. Mana o'sha g'unchalab yotibdi, qaranglar. Mana g'unchalab yotibdi. Oq bo'lib gullaydi, guli keyin tushish paytiga o'zi sarg'ayadi. Sariq bo'lib keyin gullaydi. Kofiyalar qancha ekan? Kofilarimni qarang. 300 minglik variantim bor, 320 minglik variantim bor, 400 ming, 450 ming variantim bor. Shunga qarab kelishtirib qiladi. Mana shu variantim 350 ming. Ofislarga qo'yim, bularga bo'ladi, bemalol. Jon baquvvat, yaxshi. Buni yaxshi ko'radi ular. Ofislarga keyin yana dratsenalar bor ekan, katta. Dratsenalarimiz zo'rlar. Bunisi bor, keyin mana bunisi bor. Bu sal kichikroq varianti bor, mana buni kichikroq varianti. Salqinga ham yaxshi o'sadi bu. Salqinda, o'zi salqinda o'sadi. Ha, quyoshda bo'lmaydi. Quyoshga bo'lmaydi. Havoda bo'lmaydi. Bemalol. Deyarli 80-90% gullarim o'sha 95 desam ham bo'ladi, salqinda. Bular narxini aytdingmi aka? Buni narxi qarang. O'zim 100 dollar sotaman. Qancha? 100 dollar sotyapman. Puliga arziydi. Mana shusini 900 ming qilaman. 900 ming berar ekanlar. Mana bunisini 500 ming qilaman. Kichikroq variant. 500 ming. O'rtadagisi 100 dollar. O'rtadagisi ham 3 talik, 4 talik ekan. Shunaqa. 100 dollar ekan. Bo'lsa chiroyli. Bu yerda zamyuk kuchdan boshlaylik aka. Shunaqa. Qanchadan boshlayapsiz zamyuk? Mana shu variantimni turizmga qilaman. Rosa katta. Kattasi juda katta, idishi ham juda katta ekan.
10 litrlik paqirga kelganda. Men bu yonidagi qoralari bor-ku. Mana shularni 300 mingdan qilib beraman. Bilasiz, qora sort qimmatroq yuradi. Shunday qimmatroq yuradi. Buni orqadagi variantlarni ham 300 dan qilib beraman. 300 dan. Bular ham Mana bu katta. yerda ikkita kichikroq bor, bular 250 ming qilib beraman. Salgina farq bor. Buni uzoqroq turibdi, ko'tarib ololmadim, lekin atak o'sha ko'rgan odam bilinib turibdi, bunaqa qalin peshlik. Shunday. Mana ko'rsatib qo'yay. Shu juda ham katta. Keyin bularni men qalamcha qilib qo'yganman. Iloji boricha mendan, ya'ni gul xarid qilib o'sha menga yoqqan klientlarga, asosan muomalasi chiroyli klientlarga mana shuni men qalamcha qilib qo'yganman. Ildiz olsa klientlarimga tekinga beraman. Tekinga beradi. Mashalloh. Keyin yana bu yerda skit gullarim ham bor. Men bularım bor. Lola antirum. Antirumni o'sha gigant kattasi. Ha, gigant. Men shuni 90 ming beraman. Ular 90 mingga. Oh, Buni bunlar bo'pti-da. Mashalloh. Zo'r. 90 mingga zo'r. Mana bunaqa variantlari ham bor. Ko'pmi ha buni? Buni bor, ha. Ko'st ko'p ha buni? Shunaqa, ha. Buni prosta men bitta ikkita guliga mana urilganligi uchun. Bilasiz, bu endi sun'iy narsa emas. Misol uchun, olib qo'ysam, uyimga olib qo'ysam xunuk ko'rinadi desangizda, bu tashlaydi, keyingisi chiqaveradi mana g'unchalar. Tagida gullab chiqaveradi mana g'unchalar. Gullab chiqaveradi shunaqa. Jenskaya shassalarim ham. Bularni 100 ming qilib beraman bularni. Ikkitalik. Ko'tarib ko'rsataylik. Ikkitalik. Mana. Juda ham yana to'lishi vosita bemalol bu agar bo'laman deganlar bo'lsa, bo'lib tursa ham bo'lar ekan. Men bo'xchilarim bor, keyin podarishni. Kichkina, asosan kichkintoylar uchun. Mana. Chiroyli ekan. Bu qancha ekan? Bular 50 ming. 50 mingdan. Bu mana antirumchi? Bu antirumni 100 ming qilib beraman buni. Bular 100 mingdan. Mana. Bu ham rosa chiroyli narsa. Bu ham chiroyli. Qalatilar. Bariga ham qattiq plastmassaga o'xshagan bo'ladi. Bariga rosa sun'iy o'xshaydi. Keyin bu yerda qalatilarim. Mana keyin men qalatilarim ham aksiyaga tushgan 100 mingdan. Mana kattasi ham 100 ming qilib beraman. Bu kalatiya salovat aytib turadi-da, buni barigida Kechga o'sha bargini yig'ib oladi. Keyin ertalab ochiladi. Ajoyib naqshli bo'ladi. Mana sterlitsamiz ham gullab turibdi mana. O'sha skitkada 120 ming. Bu kichkina sortmi? Yo bu ham garlik sort. Keyin buni mana bunaqa sort ham bor. Mana bunaqa sort bor. Katta barglik, ingichka barglik. Men bunisini 100 ming qilib beraman. Guli lekin bu искусственный. Voy, Guli shunaqa gullaydi. Subhanalloh. Mana shuni ko'rsatib o'ray. Guli faqat искусственный, lekin guli shunaqa bo'lib gullaydi. Vau. Guli искусственный. Guli sun'iy ekan. Zo'rmiya buni haqiqiy deb o'ylabman gulini. Buni haqiqiy, buniki haqiqiy-a? Bu haqiqiy mana. Guli mana. Mana. E'tibor bering mana o'shanga o'xshash holat mana. Shunday. Ko'rasizmi mana? Shunga o'xshashroq gullaydi. Bu gullari tabiiy. Komnatli archalarimiz bor. Bular qancha ekan? Bu ham skitkada 80 ming. 80 ming. Bular suyuz. Tabii yarim metr bor ekan. Qo'limda o'lchab bersam, qo'lim 20. 20. 40. 60 chiqadi. 58, 66 ta chiqadi. Kattaroq ekan. Defimlar. Defim baxiyalar qancha ekan? Defim baxilarimni optim narxda 150 ming qilib beraman. 150 ming. Bu gigant sorti. Shunaqa. Bargini ham kattaligini qo'yinglar. Mana shunday mana katta. Ko'rasizlar. Bu dratsinalar qancha ekan? Bu 3 talik ekan bu dratsinalar. Dratsinalar ham optim narxda 100 ming. 100 ming? Ha, mashalloh. Ham arzon. 100 ming. 3 talik ekan. Bular bo'lib olsalar bo'ladi. Arzon. Qarang, xudo xolisa yana bir kunda mollarimiz keladi. Siz kelib turardingiz, kelmay ketdingiz-da. Issiq bo'lib ketdi-yu. Ha. Lekin biz ishdan to'xtamadi, mollarimiz darsi davom etyapti. Bu Keyin anaqa dissessiya so'raladi. dipsiz buni 350 ming qiladi. 350 ming. Buni mana bunaqa variantlar. Qancha katta ekan. Bu ham dipsizmi? Bu ham dipsiz. Yengiz. Qalbi o'xshab. Mana bunaqasi. Mana Bular qancha ekan? men bunisini 250 ming qilib beraman. Shu kattasini 300 ming qilib beraman. Kattasi 300 ming. Bittaligini qarang, chiroyli. Bu bittalik ko'ryapsizmi? Ko'p chiqmaydi, bittalik chiqadi. Bittaning o'zida chiqadi. Bargini ham ko'ring, so'niga o'xshaydi. Shunday. Bargi ham ajoyib. Mana bargi o'xshagan bo'lar ekan.
Bu to'qilgan bambuklar qancha ekan? Nada? To'qilgan bambuklar. Ha, bambukim qarang. To'kilganini eshitdim. To'kilganini sezdim. Qarang, bambukim ikkitagina bor. Buni skidkada qarang, o'zi bilasiz, 500 mingdan kam sotilmaydigan bambuk. 300 mingdan berib yuboraman, ikkalasini ham olasiz. 300 ming. To'qilgan baland. Bo'yi 1,5 chiqadi. Bu kattaroq bor ekan, archani qancha ekan aka? Ha, kattani archani kattasi buni 220. Tak kestirib beraman. 220. Balsalar. Hali xudo Balsalar xolisa qancha ekan? balsa bu ham skidkada bir dona qo'ygan uchun 400 ming qilib beraman. 400 ming. Buni 600 dan kam sotilmagan, bilasiz. Shunday. Hozir shunaqa sotsa. Xudo xolisa yana gullarim keladi. Kuch kunda Xitoyda ozroq kechib qoldi. Agar desam, menda landshaft xizmatlari ham bor, bilasiz. Ya'ni faqat Toshkent ichida borib, o'sha gullarni parvarishlab, o'qot qilib berish. Aka o'zi olsam bo'ladimi buni? O'zi olaversam bo'ladimi? Bemalol. Bemalol. Vakamiz Hurmatli Otabek aka obunachilari, men o'sha Ali Gulchiman Instagramda yozsa ham chiqadi. Ali Gulchiman deb yozsalar chiqadi. Nomerlarim ham bor. Landshaft xizmatlari bo'yicha bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Keyin gullarni parvarishlash, ya'ni o'qot qilib berish, doralash, onlaynimiz tekin, ya'ni Instagramdan yozishadi. Onlayn xizmatimiz tekin. Ya'ni gullarni parvarishlashni o'rgatish. Onlayn xizmatimiz tekin bo'ladi. Toshkent bo'ylab faqat borish, qarab berish xizmatlarimiz ham bor. Ya'ni landshaft qilish, borib daraxt ekib berish, gul ekish, ya'ni gullarni qanaqa to'g'ri parvarishlash, ya'ni qanaqa muhitda o'stirish. Shunaqa xizmatlarimiz ham bor. Lekin xizmatimiz pulli bo'ladi. Faqat onlayn xizmatimiz tekin bo'ladi. Murojaat qilaverasizlar agar kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa. Gullar bilan tanishtirishni davom etamiz. Bu stand-up ismida. Stand-up ismida. Qarang, yangi sort. Osmas. Bu qancha ekan aka? Qarang, zichillab yotibdi mana shunaqa zo'r peshnesini. Skidkada 110 ming qilib beraman. 110 ming. Bular 150 ming sotiladi. Buni tagi bor, hali ko'p keladi. Yana gullarim keladi, hali yo'lda. Bu berkinlar qancha ekan? Berkinlarimni qarang. Hatta sizni xizmat, sizni ya'ni ismingiz bilan kelsa 80 ming qilib beraman. Buniki 100 mingdan kam bermagan. Assalomu alaykum. Ular 100 ming. Ha. Mayli aka, charchamang. Mayli Otabek aka, charchamang. Sog' bo'ling. Begoniyani shunday chiroylilari. Subhanalloh. Bular qancha ekan? 90 ming. 90 ming. Lekin olsalaring pulliga arziydi. Bu gul pulliga arziydi. Bu tinimsiz yil 12 oy gullaydi, xola bu. Yil 12 oy gullaydi. Juda chiroyli gullaydi. Butun tanasini gul qoplab oladi buni. Begoniyani shunaqa sorti bu. Guli ham katta bo'ladi, juda chiroyli. 90 ming bo'lsa ham olsalaring pullaringga arziydi. Bitta ikki xil sorti bor ekan, qizil hamda mana shunday uchta sortlar bor ekan. Mana atirgullar bor ekan. Bu atirgullar qancha ekan? 15 ming atirgullar. Kelsa turli tuman taxminan bor. Yana globus satemalar. Grafitum. Assalomu alaykum. Aka. Bu zenzilar qancha ekan? Zenzilar 250 qilib. 250 ming. Bu nargisning nomi nima edi? Zamiya. Zamiya ko'ksan. Zamiya ko'ksan ko'ra qimmat yuradi, bu ancha. Ancha qimmat yuradi. Bu qancha ekan? Ha, buni 150 qilib beraman. 150. Zamiya 150. Olib ko'rsing. 250 qimmat yuradi.
Kattagina ekan. 150lik. Bilardiydi. Bu qorasi ekan aka. Yashil yo'q, qorasi bu. Bundan ham kichkina bor 100 milliga bor. Bu aglan nima qancha ekan? Ularni 120 ming. 120 ming. Bu bu peperomiya qancha ekan aka? Ya, imperator degani 120 ming. Ha, savdo bilan ketdilar. Vay, Eronda buncha chiroylisi. Vay, subhanalloh. Buni egasi yo'q ekan. Bu kimdan ekan bu Eronda? 15 ming. Bu donaga ham sotiladimi? Mana shuni mashina olib berib yuboring. Qaysini? Mana Yo'q, buni. u yashilabdi. Bizilgan yashilab. Ha, bu yashilabmi? Ha. Bizilgan yashilab bilan bu yashilab. 20 ta yashil. Ha, ayni mana shunisi yoqib qoldi-da. Aynan shunisi olib. Ha, juda ham chiroyli ekan. Yashik 15 ming ekan. Ayni shuni yashikka sotar ekan. Narigi tomoshalar. Mana shu ham yaxshi ekan. Joni rosa qattiq yurildi ham. Bunday gullar ekan. Bular qancha ekan, xola? 20 mingdan. Ana sukulenta bular. Ha? Sukulenta bular. Buncha kamin o'zi. Nechta olasiz? YouTube'ga olyapman, xola. YouTube'ga olyapman. YouTube chiqaraman. YouTube'ga olasiz. Bu sanseveralar qancha ekan? 35 ming qilib. Bular 35 ming. 40 ming bor. Bittalik 35 ming. Mana bular qancha ekan? Men juda ajoyib narsa ekan. 40 ming. Mana. Kim kerak bo'lsa, juda ham chiroyli narsa ekan bu. Galanxo'lar bor, reklama qilamiz. Bu Mapda ham kaktuslar bor. kaktus. Ha, hozir. Bu dollar gul qancha ekan? Katta to'yadigilar 40 ming, kichkina, bu kichkinalari 20. Bu 20 ming ekan. Bularchi? Mana kaktuschalar. 20 mingdan. Bular 20 mingdan ekan. Bu aloylar qancha ekan? Aloylar. Aloe vera Katta, dorilikka 40 mingdan ekan. Katta. O'zi 50 ming, 40 ming. 40 ming berar ekan. Meni ismim bilan kelsa tushib berasiz-da. Buni nomi nima ekan? Barga. Gatsit, vodяной suv guli. Suvda turadimi bu? Mana bu ham suvda. Suvda o'sar ekan bu. Shunday tuvakka suv solib, suvga tiqib qo'ysalar, turaverar ekan bu. Barga ham ajoyib bo'lar ekan buni. Guli ham chiroyli. Buni guli ham bu gullaydi. Gullaydi ekan. Bu qancha ekan bu? 50 ming. 50 ming. Mana pizzelar, bular ham suv guli, bular 20 ming. Oh, bu ham ajoyib narsa ekan. Suvda o'sadi. Suv bilan kislorodga boy bo'lsa kerak bular. Suv tozalaydi. Baluli akvariumga qo'yilsa, balularga kislorod beradi. Akvarium borlarga ham Akvarium zo'r ekan. Buni suvga solib qo'ysa, suv betib turaveradi, cho'kib ketmaydi. O, zo'r narsa ekan. Akvarium borlarga kelaverasizlar. Papaya bor ekan. Papaya qancha ekan? Bu 50 ming. 50 ming papaya. Kattalari ham bor, 100 mingdan kelishtirib beraman. Kattalari mana
100 mingdan kelishtiramiz deyapti. Bu malacha qancha ekan? Malacha men yaxshi ko'rgan gulimda 40 ming. Malacha 40 ming so'm. Kattagina. Guli ham ajoyib. Mana bu 8 oyog'ida paypaslag'ichga o'xshagan gul qancha ekan bu? 25 ming. 25 ming. Ajoyib. Subhanalloh. Mana ham ajoyib narsa ekan. Bu qancha ekan? 30 mingdan. Chorsuv gul bozori kelsalaring mana shunday bir-biridan ajoyib antikvar narsalar topib ketasizlar. Mayli xola, sizga katta rahmat. Ulkan kaktus nonlari bor. Egasi yo'q. Yaxshi lavandalar. Lavandalar kerakmi? Qancha ekan? Ko'ring mana, ko'proq siz 30 mingdan dehqonchilik mana. Holatlarni ko'ring. Yo'q, YouTube'ga chiqaryapman aka. Bemalol akajon. YouTube'ga chiqaryapman. Joningiz sog' bo'lsin. 30 ming dehqonchilik bor aka. Dehqonchilikmi? Ha, o'zim dehqonman aka, birinchi qo'l Chinozda yuramiz. Qanchadan u ko'proq olsa qilib berasiz? 30 mingdan shu optim narxi aka. Optim narxi 30 mingga bularda. Instagram, yurg'iz Instagramdan nima qilamiz? Ham u yerdan ham beraveramiz katta kvartira bo'lsa. To'g'ri, mana bu xrizansiya globus degan gulim bor. Globuslar. Ranglari oxir rangidan bor aka. O'ta ham zich holatda, mana ustiga mana bu baklashkalarni bemalol qo'ysangiz ko'taradigan holatda. Bu qancha ekan bu? Narxlari 25 mingdan aka. Narxlari 25 mingdan. Ranglari mana oxir rangidan bor. Ranglarini ko'rsatib qo'yibdi mana. Bir-biridan Razmarinimiz ham bor edi, tugab qoldi. Hozir kista zakazim bor deb berib yubordim. Razmarinimiz ham bor. O'ta ham zich holatda, juda ham chiroyli holatda. Bu qanchadan razmarin? Bir xil. Bir xil 30 mingdan. Nima? Kelaverasizlar. Ko'rsatib olaman o'zingizni. Bemalol aka. Akamiz. Dehqon ekanlar, bemalol kelib olib ketaverasizlar. Biz o'zimizniki birinchi O'zaniki ekan. olib borib ekib berish xizmati ham bor. Chorsuvga kirib kelishda eng oxirida kelaverasiz shu yerda ekan akamiz. Ismim Muhammad Rizo aka. Ismlari Muhammad Rizo. Mayli aka. Aka joningiz sog' bo'lsin. Xo'p bo'ladi. Yog'i shu bir xil narsalar hammasi. Kanalimizni a'zo bo'lib qo'shishni unutmanglar. Like bosasizlar, xizmatimizni xolis xohlagan holda. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Sog' bo'lasizlar.